So'nggi yillarda elektr va gaz tarmoqlari, podstansiyalar, transformator va gaz taqsimlash qurilmalarini yangilash uchun 30 trillion so'm ajratdik. Ochiq aytish kerak, energetikada muammo mablag'da emas, chunki qancha kerak bo'lsa topib beryapmiz. Muammo tizimni boshqaruvda barcha hududlarda bir xil tarmoq bo'lgani bilan qaysidir tuman yaxshi ishlayapti, boshqasida doim avariya. Chunki talab, nazorat, intizom har xil. Energetika vazirligi uni Quyibug'indagi rahbarlar ijro va mas'uliyati mutlaqo yetishmaydi emas, yo'q desak to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun odamlar ham, tadbirkorlar ham energetika tizimiga mas'ul bo'lgan rahbarlarning hozirgi ishdan mutlaqo norozi. Takror aytaman, tizimdagi har bir rahbarni qilayotgan ishi eng avvalo odamlarning hayotida, turmush tarzida sezilishi, tadbirkorlarni mushkulini oson qilishi zarur emasmi? Lekin hali ko'p rahbarlar buni tushunib yetgani yo'q. Har yili yoz va qishda o'nlab podstansiyalarda avariya bo'layapti, yuzlab transformatorlar yonib ketyapti. Har bir uzilish tadbirkorlarga, iqtisodiyotga qancha zarar keltirganini kimdir hisob-kitob qiladimi, yo'qmi? Shu paytgacha na energetika mas'ullar, na hokimlar yangi transformatorni qo'yish yoki tarmoq tortishdan oldin bu yuklamani ko'taradimi? Kelajagi nima bo'ladi? Hududda iste'mol ancha oshgan deb aytmagan. So'nggi yillarda Shirin shahri, Yangi Hayot, Yakkasaroy va Ohangaron tumanida elektr iste'moli 2 karradan ziyod oshgan. Hokimlar energiya iste'moli balansini aniq bilmagani uchun milliard mablag' havoga ketyapti. Qaysi hokimda infratuzilmani yaxshilash bo'yicha aniq hisob-kitob bor? Bu savolga javob yo'q. Tarmoqdagi yo'qotishlar 17.2% tashkil qilyapti. O'tgan 6 oyda 8 milliard kilovat soat yo'qotish bo'ldi. Ayniqsa Andijon shahri, Asaka, Yangiobod, Koson, Ko'kdala, Boysun, Oltinsoy, Qo'shtepa, Toshloq, Qo'shrobod va Samarqand tumanlarida bu ko'rsatkich 25% dan yuqori.